Ey, menga qara, Real Madrid Barselonani 11-1 yutmagan debsan. Axir yutgan-ku. Ha, u yerda haqiqatdan ham montaj qilingan mana bu o'yin haqida gapirganman. Tushunarli. Unda Real Madridning eng yirik hisobdagi 5 g'alabasini aytib bera olasanmi? Albatta eshit. Beshlikdagi dastlabki 2 g'alaba 9-0 ko'rinishda bo'lgan. 1933-yilda hozirgi Copa del Rey doirasida Union de Club Irun va hozirgi Chempionlar Ligasi doirasida 1961-yilda Odense jamoalari taslim etilgan. Keyin 1959-yilda Las Palmas jamoasi 10-1 hamda 1960-yilda Elche jamoalari 10-1 yanchib tashlangan. Real Madrid tarixidagi eng yirik hisobdagi g'alaba azaliy raqibi Barselonaga qarshi o'yinda bo'lgan. 1943-yil 11-1. Bu o'yinga aloqador har xil gaplar bor. O'sha gaplar asoslimi o'zi? U gaplar asoslimi yoki yo'q bilmadim. Ammo Barselona futbolchilari o'yindan oldin qo'rqitilgan, o'yindan keyin esa otib tashlangan degan gaplar bor. Qoyil, rahmat senga. Like bosib obuna bo'ldim. Sizchi?